Uyimizda giloslar qiyg'os gullaydi, lekin meva kam oladi deyotgan do'stlarga bitta video tayyorlayapmiz. Videoni oxirigacha ko'ring, juda ham foydali bo'ladi. Sizni ham uyingizda gilos xuddi mana shunaqa gullab, hosil kam oladigan bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring. Bitta oldin like bosib qo'yasizlar. Bunga hozir tayyorlab sepiladigan dorini ko'rsatamiz. Qanaqa dori sepiladi deyotganlarga do'stlar, shakar sepamiz. Biz 200 litr suvga mana 5 kilo shakarni eritib sepyapmiz. Uyingizda balkim gilos daraxt bir tub bo'lishi mumkin, ikki tub bo'lishi mumkin. Shuni hisobini olib biz 5 kilo shakarni 200 litr suvga qo'shyapmiz. Shuni hisobini olib sepaverasizlar. Bu do'stlar asalarini chaqirib beradi, chaynash zo'r bo'ladi do'stlar. Hamda Koreski Ganapilus bu gulini to'kib yorishini oldini oladi. Mana Koreskisidan sepasizlar Ganapillusni. Xuddi mana shu bitta pachkasi o'zi 300 litr suvga, sizlar 200 litr suvga qo'shsanglar juda ham effektivli bo'ladi. Mana shu ikki narsani sepinglar. Agar dori topolmagan taqdiringizda ham uyingizda qo'lda ham bakalashkada ham eplab sepib qo'ysangiz bo'ladi. Aptekalarda sotadigan hamma razvida xuddi o'shanda sepib olsangiz ham bo'laveradi. Uyingizdagi daraxtlarga juda ham zo'r bo'ladi. Shakarni o'zidan sepsangiz ham bo'laveradi. Dorini topolmasangiz. Video foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib do'stlarga tarqataveramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Olib kelib ko'rsatib qo'ying mana qiyomni. Mashina sepish kerak-da o'zi. Sog' bo'linglar.